Assalomu alaykum. Bugun biz frontend dasturlashning asoslari haqida gaplashamiz. Zamonaviy veb-saytlar yaratish uchun siz HTML, CSS va JavaScript deb ataladigan 3 ta asosiy texnologiyani bilishingiz kerak. Keling, ularni bir-bir o'rganib chiqamiz. Frontend nima? Bu oddiy foydalanuvchi bevosita ko'radigan va ishlatadigan barcha narsalar. Veb-saytga kirganda siz ko'rgan tugmalar, rasmlar, matnlar, animatsiyalar hammasi frontend orqali yaratiladi. Yaxshi frontend dizayn foydalanuvchini xursand qiladi va saytdan foydalanishni oson qiladi. Birinchi ustun HTML. HTML bu Hypertext Markup Language degan ingliz tilidan olingan. Oddiy qilib aytganda, HTML veb sahifaning skeletini yaratadi. Masalan, matn, rasmlar, tugmalar hammasi HTML taglari orqali quriladi. Masalan, p tagi abzas yaratadi, image tagi esa rasm qo'shadi, button tagi tugma yaratadi. HTML bo'lmasa, veb-sayt bo'lmaydi. Ikkinchi ustun CSS. CSS bu Cascading Style Sheets. CSS HTML elementlariga rang, shrift, o'lcham va joylashuv beradi. Masalan, matnni rangga o'zgartirishni, shriftni kattalashtirish yoki chegaraga qo'shishni CSS orqali qilasiz. Bugungi zamonaviy veb-saytlar responsive, ya'ni mobil va desktop ekranda ham chiroyli ko'rinadi. Buni CSS orqali amalga oshiramiz. Uchinchi ustun JavaScript. JavaScript veb sahifaga hayot bag'ishlaydi. Foydalanuvchi tugmani bosganda forumni yuborish yoki sahifani scroll qilganda JavaScript ishlaydi. Masalan, tugmani bosganingizda xabar chiqarish, ma'lumotlarni real vaqtda o'zgartirish hammasi JavaScript orqali. JavaScript bo'lmasda sayt statik va o'zaro aloqasiz bo'ladi. Endi bu 3 ta texnologiya qanday birgalikda ishlashini ko'rib chiqamiz. HTML sahifaning skeletini yaratadi. Bu devorlar bo'lgan bo'sh uy kabi bo'ladi. CSS uning dizaynini qiladi. Devorlarni bo'yash, panjara qo'yish, bezash. JavaScript esa dinamik funksionallik qo'shadi. Eshiklar ochiladi, yorug'lik yonadi, harorat o'zgaradi. Uchala texnologiya bo'lmasa, sayt to'liq bo'lmaydi. Keyingi darslarimizda amaliyot qilib ko'ramiz. Masalan, HTMLda abzas yaratib ko'ramiz. CSSda u abzasni rangini o'zgartiramiz yoki chegara qo'shamiz. JavaScriptda esa HTMLda qo'shilgan tugmani bosilganda salom dunyo xabarini chiqarib ko'ramiz. Bu 3 ta qadam orqali siz frontend dasturlashning asoslarini tushunasiz. Video o'z oxiriga yetdi. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib va obuna bo'lishni esdan chiqaring.